va bugungi bizni taklif etgan inson sababchisi Shahbozbek janoblari. Tug'ilgan kunga taklif etiladigan insonlar o'sha shaxsni eng yaqin insonlari bo'ladi. Bugun hamma yaqinlari, lekin kelolmagan yana yaqinlarini bilamiz. Sabablarga ko'ra kelolmagan insonlar bor. Umringizga to'lib toshsin baxt va omad Allohdan tilayman, cheksiz saodat. Yaqinlar, ustozlar, san'atkorlar baxtiga bo'ling salomat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Ijodingizda parvozlar. Endi o'zingizlar turmang, o'zingiz hamma turgingiz bas. Xudo xolasa kamida aka-uka masalan G'ofur bilan, Mo'min bilan bor ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar. Shunday Abbos akamiz bilan birgalikda. Endi sizlar birga ustoz shogird ham birga ijodkor, birga bitta qo'shiqni kuylaysizlar ham. Shuning uchun birga Xudo xolasa birgalikda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar bo'lishlik nasib etsin deganlar. Qarsaklaringiz ayrilsin. Ko'zlaringiz ko'rib turganda, yuragingiz urib turganda, oyog'ingiz yurib turganda o'zingizni ehtiyot qiling. Juda ham ko'p xonadonlarga kirib borishga ulgurgan ijodkorimiz surpriz loyihasi desak, hammamiz ko'z oldimizga ana shu Shahbozbek boshchiligidagi orqasida turgan bir qadar yigitlarni tushunamiz va bugungi kunimiz sababchisi tug'ilgan kunini nishonlayotgan do'stimiz, yaxshi ijodkor Xushovoz xonanda Shahbozbek janoblarini taklif etamiz. Assalomu alaykum akalar, opalar, yaqinlar. Xursand bo'ldim sizlarni ham ko'rib bugun. Men hozir hamma stolda gapirib chiqdim, bitta yana bir bor aytishim mumkin. Bu davrda yig'ilgan insonlar o'zi to'g'risi meni mehmonlarimda aytsam, xumoriy stolga sig'maydi o'zi aslida. Akam aka, Mijon aka, ustozlarim, akalarim, qadrdonlarim, ukalarim, demoqchi bo'lganki, bu davrdagi insonlar hammasi biz uchun qadrli, hurmatli insonlar. Shunday baxtli kunlarda sizlar uchun biz ham xizmat qilishdan hech qachon charchamaymiz. Shahbozjonga Xudodan chiroyli omad so'raymiz, baxt so'raymiz, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Farzandlarni rohatli bo'lsin. 103 yoshga kirib oldi, orqa saltada oshib o'tsinlar. Barakalloh. Ali Baba. И посмотри, какая женщина. Saloming olmaydi devonalar ham. Sog' bo'lib, baxt saodat tilaymiz. O'tirganlarga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Rahmat. Kun muborak bo'lsin. Avvalo Shahbozbekni tabriklashdan oldin Shahbozbekni Abbosbekni dunyoga keltirgan onajonimizni tabriklamoqchi edim. Jamlab turib farzand dunyoga keltirgan onalar uchun asli bugun kun muborak bo'lsin deymiz. Onamizni baxtiga salomat bo'lgan, farzandlarning baxtiga muborak bo'lgan aka-ukalar bilan, opa-singillar bilan, qarindoshlar bilan, shunaqangi yaqin do'stlar bilan dunyo kezgin. Sev qoldirgin yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Bugun ish ko'rganning sababchisi Shahbozbekning o'zi. Mana shu Abbosbekda, Shahbozbekda otadan jo'janatda bo'lsin. Haddi sira sinmagan otam, umtilib duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam.